Ma'nunga o'xshagan to'q kapini sirtlarda emas, oldin qig'ildi. Ham qilish nihoyat oson, ham diqqatlanmayaq bo'lsin. Avval tug'idan birini tayyor qilib, cho'kida suv qo'ygandan keyin ustiga bir qo'sh tuz qo'yib, 30 minut atrofida chilab qo'yamiz. Ondan sizib olib, ustini bir besitib, qog'oz bilan pokiz surtib, suv miqdorini butunlay chiqarib Dasqı selib muvafiq miqdarda qarmoch, achchiq suv, tuz, zira, kavacun uni va az miqdarda laz uni qetib, keyindan nihoyat az suv quyib aralashtirib olamiz. Ondan samsaq, zanjil, piyoz tashlab, yana bir surib olgandan keyin ustiga ozroq suv may temtitib, ondan boshi moda ustini yim etgandan keyin bo'g'anda bir kecha faqat bo'lmaganda 6 soat to'ng'atqa selib tamlantiramiz. Ko'rib misha keldingiz o'rdoshlar, qo'llash yuzining ekranni qo'sh chekib yurakdan birini berasizlar, rahmat. Mana bir kech quyib tanlantirib oldik. Endi duxovkaning taqsini elib, qalay qog'oz selib, 10 minut burun qizitib olgan duxovkaga selib, 180 gradusda yarım soat pishirib olamiz. Ondan bir qachiga ozroq asal to'kib, ustiga suv quyib bir aralashtirib olib, yarım soat to'shqanda elib, asal suyida bir surib olgandan keyin, ikkinchi qatim duxovkaga selib, 160 gradusda 20 minut pishirib olsaqlar pishib chiqdi. Mana shuning bilan bizning o'xshagan kavupimiz tayyor bo'ldi. Oxirida mazmun yarg'an bo'lsa, meni qaytib olsanglar, bundan yaxshi mazmunlar huzuringlar.